Mana bugungi musobaqamiz juda ham chiroyli o'tdi, yaxshi o'tdi. 3 ta medal sohiblari ham aniqlandi, Bekfish ham aniqlandi. 2 kun ichida musobaqa o'tkazdik. Musobaqa organizatsiya qilganlarga hammasiga katta rahmat. Rahmat. Bundan ham yaxshi chiroyli musobaqalar o'tsin. Shuni hozir nagradeniysini boshlaymiz. 3-o'rin Kamol Qurbonov 70 gram. Nasıl olsa bu sefer 2'ni oladi. Rahmat hammaga. Ikkinchi o'rin katta xizmat qildi, lekin birinchi bo'lib baliq chiqardi ukamiz Komil Mamatqulov. 413 gram. Birinchi o'rin chempionimiz Zara Lyubimchik doktorimiz Azim Ashurov 215 gram. Harsak cho'linglar, harsak. Hazırlar. Onu bering bizaga. Hali bu Azimjonga kamlik qildi, ketmayman deb o'tiribdi. Bekfishni ham Azimjonga beramiz. Самый большая рыба. Bekfishni olib keling bu yoqqa. Bir minut quloq solinglar, iltimos. Farhod aka gapingiz bormi? Yo'q. Ha? Mana shu musobaqani organizatsiya qilgan ukamiz Rustamjon aziz yordam berdi. Biz ham yordam berdik. Chiroyli bo'lsin. Juda ham yaxshi o'tdi, lekin gap yo'q. Молодцы, ребята. Shunga Rustamga bir og'iz so'z beramiz. На минуту сюда встань, Бобо. Не, держи так. Подожди. Я сфоткаю, все, мне больше ничего. Gapiryapti aka. Rustam. Orqasiga o'tkazay. Mana shunday qo'y.